bizning davrimiz. Atimi emas, boshqa kunimi emas. Dal hozirning o'zi. Nurg'un odam dunyoni, hukumatni va boshqalarni o'ziga qarzdor o'ylaydi. Amaliyotda hech kim bizga qarzdor emas. Hayot bizga berilgan sovg'a. Agar biz bu sovg'adan unumli foydalanmasak, o'zimizni emas, butkul insoniyatni ko'zga ilmagan bo'lamiz. Men quloq seling. Jo'shqin tarbiyalar sizga ilhom bo'lsin. Ushbu terminlarni Tavfiq Ma'arif tarbiyalash markazi alohida talab qilgan. Taqdir va fursat nihoyat cho'ng harakatlantirgich kuch. Taqdir muqarrarlikdir. Fursatlar bo'lsa tutib olishimiz uchun yaratilgan. Taqdir sizga badan va aqlga o'xshash boyliqlarni berdi. Taqdir sizni fursatlarga to'lgan bir olamga yetkazdi. Siz bu yerga fursatlarni chim tutish uchun, taqdirning sizga bergan fursatlaridan texim yaxshi foydalanish uchun keldingiz. Ba'zida biz fursatni tutolmaganligimiz tufayli mag'lub bo'lamiz. Ba'zida quti qozonamiz. Bugun akşam fursat sizdan qo'lingizda. Siz bu fursatga qanday yuzlanmoqchi? Fursatni chin tutamsiz yoki undan voz kechamsiz? Bu o'zingizga bog'liq. Fursatingizni chin tuting, uni quchoqlang. Bugun akşam fursatni chin tuting. Bugün akşam fursat sizning qo'lingizda. Siz fursatga qanday yuzlanmoqchi? Men dunyoda orzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Ikkilanmang, bal qo'yib o'tmang. Har qanday ishga cho'qim bir amal bor.